Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar birgalikda turk tili darslarimizni boshlaymiz. Turk tilida alifbo qanday yoziladi va qanday o'qiladi? Xo'p, A harfidan boshlaylik. A. Shunchaki qattiqroq o'qilar ekan. Demak, o'zbek tilida shunchaki A deb o'qigan bo'lsak, turk tilida qattiqroq o'qiymiz. A. O'xshashlik bor. Xo'p, B, J. Bu harfni biz J deyapmiz. Ya'ni S deb adashtirib qo'ymang. J. Agar bunga dumchasini qo'shib qo'ysak, Ch harfi yuzaga kelyapti. Ch. D, I, F, G. Xo'p, yumshoq G. Xo'p, G kabi o'qilmaydi. Buni xato birorsa. Nimaga? Yumshoq harfi turk tilida o'qilmaydigan harf hisoblanadi va uning o'qilishi quyidagicha bo'lar ekan. Ya'ni so'z boshida hech qachon kelmaydi, so'zning o'rtasida yo'qolib qolish, V kabi talaffuz qilinishi, Y kabi talaffuz qilinishi, G kabi talaffuz qilinishi, so'zning oxirida esa G kabi talaffuz qilinishi mumkin. Bu shunchaki o'xshash tovush chiqishi, aynan o'zi emas. Agar biz buni o'rnida V, Y, G bor deb hisoblaydigan bo'lsak, bu harfni qo'yishning nima keragi yo'q edi. Endi siz aytasiz, G deb o'qisak to'g'ri kelmay qoladi. Faqat o'xshashlik bor tovushda. Ya'ni ko'ramiz, agar so'zning boshda kelmasa, o'rtasida kelgan holatlar qanaqa bo'ladi? Xo'p, ya'mur. Ya'mur. Ya'ni bu yerda ko'rishingiz mumkin, yumshoq harfi tushib qoldi. Shunchaki ya'mur emas, ya'mur cho'zilishda bor. Xo'p, doa. Doa. G ga o'xshash tovush chiqaryapmiz. Yoki dil, shunchaki dil emas, dil. G ga o'xshash degan o'zi emas. Yoki so'zning oxirida kelib qolsa-chi. Dag. Dag. Ya'ni G ga o'xshash. Agar men buni G deb o'qisam, dag bo'lib qoladi. Lekin nima deyapman? Dag. Xo'p, keyingi harfimiz X harfi. Bir xil o'zi. Faqat qattiqroq o'qiyapmiz, chunki turk tilidagi harflar bo'g'izda o'qiladi hammasi. Xo'p, I va I harfi. Qanaqa farqi bor? Ikkalasida o'qish farqi bo'lyapti. Agar bizga nuqtasi bo'lmasa, buni sal cho'zg'roq o'qisak to'g'ri. Talaffuzda sezilmasligi mumkin, lekin yozmada aniq sezilib qoladi. Xo'p, rus tilidagi 61 ga o'xshagan harfimiz bor edi-ku. Xuddi o'shanaqa o'qisak to'g'ri chiqar ekan. Ya'ni I harfi. Nuqtasi bo'lganda esa o'zbek tilidagi kabi I harfi o'qisak bo'lar ekan. Unchalik. Masalan uchun chechak yoki abi bu yumshoqqa cho'zilyapti. Xo'p, yana J harfi. J deb o'qimang. J. K, L, M, N, O, P. Xo'p, R, S. Sh harfi. T, U, bu harf nima deymiz endi? Ya'ni biz boyagina ko'rdik, U va U harflarini ko'rib o'tdik. Xo'p, demak, U harfi. Ya'ni rus tilidagi U harfining boshidagi Y tovushi eshitilmagandagi kabi o'xshar ekan. Ya'ni U harfi. Bundaqa siz buni U deb o'qisangiz ham bo'ladi vaqtinchalik, keyinchalik to'g'ri o'qitadi. Ya'ni U harfi. V, Y, Z. Demak, alfabet quyidagi ko'rinishda ekan. Xo'p, yana nima harflarimiz bor deymiz? Bizda unli va undosh harflarga bo'linar ekan. Ya'ni A, I, O, U harflarimiz bizga qalin unlilar. Qalin unlilar. Xo'p, I, U, U harflarimiz bo'lsa inji unlilar. Undoshlarchi? F, S, T, K, Ch, Sh, X, P. Qalin unsizlar, ya'ni qalin undoshlar. Ingichkalari chizsak, bunga kirmaydigan undoshlar bizga ingichka unsizlar bo'lar ekan, ya'ni inji unsizlar. Ikkita guruhga bo'lib olar ekanmiz.